gap o'rimla boshlandi, xudo xolasa bu tomonda. Mana gap yo'q, qo'llab-quvvatlaysizlar. To'liq ma'lumotini beramiz video davomida. Tamam. Assalomu alaykum Shovonchar va Vodiy Uzdashadi obunachilar. Xudo xolasa akalar, sizlarga o'rish jarayonini mana obzorini va'da qilganimizdek boshlaymiz. Hafta kuniga payshanba 2026-yil 2-iyul sanasida ikkita YouTube kanalga olyapmiz. Qo'llab-quvvatlab, like bosib, obuna bo'lsangiz, kimga kerak bo'lsa ekrandagi nomerga aloqa chiqasiz. Hozir sizlarga chiroyli buni narxini, kombayn qanchaga o'radi fermer akalarimizga ularning nomerini qoldiramiz. Nechta tonnasi qilyapti bular, qanchada olib boryapti, hamma ma'lumotlarni video davomida olib o'tib, chiroyli qilib, kontentlarni qilib yetkazib beramiz akalar. Xudo xolasa Padeshkada bo'lib turasizlar. Manzilimizni aytdimmi? Namangan To'raqo'rg'on Qurama qishlog'ida Narzillakandi. Makka poyolarida aka hozir kombaynga chiqib, o'rilayotgan jarayoni va hokazo boshqalar ikkita kanalga chiroylab olamiz. Shofer akalarning nomerlarini qoldiramiz, aloqa chiqasizlar, yetkazib berish xizmati bor. Shofer akalarning narxini gaplashaverasizlar, keling, yaqinroq olib kelingchi. Xudo xolasa obunachilar like bosib, qo'llab-quvvatlab turaverasiz. Chiroyli sizlarga kontent qilib beramiz. Sizlarga mehnatimizni qadrlagan holda. Mana. Xudo xolasa chiroyli bo'lgan. Hoy, 53 ulug' akamni ham olib qo'ying ana. Aram, yechim vaqtda urasizlar. Mana. Yollar omon bo'lsin. Issiqda demasdan harakat qilishyapti. Dumbillari. Mana bo'ylarni ko'rib turibsizlar. O'sha Oliy Toifali 950 deyishdimi? 950 markada nomi nima deyishdi? Esimdan chiqib qoldi. O'shandan ekishgan ekan. Lekin sifat, sorti a'lo, hammasi yaxshi ekan. Hozir Abdulhamid endi kombayn baqa qaytayotganda ichidan chiqib video qilib tushamiz. Shopir akaning yuzlarini ko'rsatmay savol beramiz. Shopir akaning nomerlarini qoldiramiz. Shularni ham chiroyli haligi qilib ma'lumotlarni beramiz. O bosilayotgan, nechta tonna sig'ishini, maksimal darajada bitta mashinaga qancha sig'ishini chiroyli qilib obzor qilib sizlarga yetkazib o'tamiz. Xudo xolasa akalar like'larni bosib, obuna tugmasini bosib qo'yasizlar. Chiroyli qilib bir kontent qilyapmiz. Hozir endi mashina qaytayotganini olaylik, biroq tepaga chiqib shu yerda ozgina pauza qilib turamiz. Sababki mashina ichiga chiqib olishimiz kerak biz. Chiroylab ma'lumotini beramiz. Bu ma'lumotlarni Shopir akadan to'liq joylashtiramiz sizlarga. Xudo xolasa mana imkon darajasida yoritib beramiz aka-ukalar. Kelaverasiz. Xolasa aka-ukalar mana urush jarayonlari ichkaridan ko'rsatyapmiz. Kombayn aka, ismingiz nima edi? Doston aka, mana. Sizda boshqa yerlarga ham xizmat bor aka, xizmat turlari. Bor. Xudo xolasa nech pul o'rayapsiz aka gektarini? 1,5 million o'rilyapti gektar. Mana silosimiz zo'r bo'lgan akalar, zakaz qabul qilinyapti. Ozgina joyi sotilgan, qolgan joyi sotilmagan joyi ham hozir ekranga nomerlar qo'yamiz. Shopir akani nomerini qo'yamiz. Xudo xolasa aka telefon nomerni bitta og'iz aka aytib berasiz. 99 hop 988 9488. Mana bu mashina to'liq hozir keyingisi keladi akalar, sizlarga chiroyli qilib hozir bosayotgani, nechta tonna 53 ga sig'ayotgan hamma ma'lumotlarni qo'ldan kelgancha sizlarga olib beramiz. Xudo xolasa Vodiy Uz turiblar, xudo xolasa like'larni bosib qo'yasizlar. Mashinamiz kelyapti. Hozir mashinalarning nomerini 2-3 tani qoldiramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Akalar, xudo xolasa like'larni bosib turasizlar. Mana joningdan zo'r. Mana bosishayotgan joylari ham ma'lumotlar sizlarga yoritib beramiz. Nechta tonnasi qilyapti, qanchadan olib borishyapti, hamma ma'lumotlar sizlarga imkon darajasida yoritib beriladi. Joningiz sog' bo'lsin. Mana xolasa mana bosilayotgan joyi ham turibdi. Mana bu moylardan
bosyapti aka ukalar. Gap yo'q, mana. Bekitishyaptilar. Like'larni bosasizlar, pastdan tushib ma'lumotlarni olib ko'rsataman. Hurmatli obunachilar, mana xudo xolasa bosyapmiz. Jarayoni aytini ham. Xudo xolasa aka nomerlarni bitta qoldiramiz. 53 xizmati bor. Tonnasi nech pul bo'lyapti aka? 750 so'mdan dehqon akalarimiz sotishyapti. Yo'l kirasini kelishilgan holda. Telefon nomer 50 711 86 86 mashina nomerini ham ko'rsatib qo'yasiz. Xudo xolasa bunga 4 tonna sig'yapti aka. 5 gacha. 5 tonna 4 tonnagacha. Akalarning yuzini olmaysizda chiqib buni bosilayotgan jarayonni ham olib videoga qo'yib ketamiz. Abduhamid. Yuzlarini olmaysiz, bosilayotgan jarayonni ham mana ko'rsatasiz. Xudo xolasa donli donsizligini ham mana aka-ukalar Xudo xolasa mana ko'rib turibsizlar, akalarimiz mehnat qilib Ana ortiga yo'yapti. chiroyli qilib boshyapti, like'larni bosasizlar. Mana 4 tonna, 5 tonna sig'yapti. Nomerlarni aytdik, mashina nomerini ko'rsatdik. Shu yerdagi aka-ukalarimiz aloqaga chiqaverasizlar. Mana ko'rib turibsizlar, gektarimiz bor. Ekranga nomer qo'yamiz, zakaz qabul qilinyapti. Xudo xolasa 750 so'mdan sotilyapti. Xudo xolasa. Aka dehqon akasiz-a? Yuzingizni ko'rsatmayman, sababi alenda aytdingiz. Bu urug'i qanaqa aka? 958. 958 ni berishgan. Chiqishi yaxshimi? Mana xudo xolasa chiqyapti. Mana shu narsa bo'ldi akalar. Mana shu vaj. 5 xato chiqdi. Aka qanchaga yetadi u haligisi? 1 kilasi. Biz qisqasi 30 kilo Ha. 700 grammdan tushdi. 31 kilodan buyuring. 31 kilodan necha gektar bo'ldi aka? 6 gektar. 6 gektarga yetdi ha shu. Pulini Gektariga 31 kilodan tushgan. ha, gektariga 31 kiloda. Nech pulda olgansiz? 43 mingdan berib. 43 mingdan olingan mana. Endi olinglar shunaqa 958 aka-ukalar hozir pastga tushib yana ozgina ma'lumotlarni beramiz. Hozir tushib ularni ham ko'rsatib o'tamiz aka-ukalar. Obunachilar, kombayn xizmatini ham nomerlarini qoldiramiz, aytdik. Telefon nomerlarini og'zaga aytib o'tib ketdik. Hozir aytilgan nomerlarni qoldiramiz mana. Taglab o'rilgan 1,5 milliondan gektarini o'rib berar ekan aka-ukalar. Hozir o 53lardan ham ikkita nomerini olaylikmi Abduhamid? Zo'r. Faqat bitta 53 chi nomer emas, 3-4 ta 53 chi nomerini qo'yib qo'yaylik. Mana 94 li qaysiniki? Hop 576 niki. Hop 505 75 78. Ayting 50 li. 711 86 86 akaniki. Bu aka nomerichi? Voy Shopir aka. Bu ketverdimi? Hop. 93 li aytavering. Necha? 911 0187. Kimniki bu? Muhiddin akaniki. Aytavering ikkita nomer aytavering. 94 li. 303 4427. Kimniki bu? Nurullo akamni bag'da ukalarniki. Akalar, bularda Zaynat bo'lsa ularga telefon qilib aloqaga chiqasizlar. Nima deydi? Qaydadir o'g'irlayotgan bo'lsa, bu yerda tugab bo'lsa 53 chi akalarimiz topib berishadi, xizmatlarni berasiz, chiroyli qilib xalqqa, boshqaga xizmat qilayotgan akalarimiz like'larni bosasizlar 4 tonnagacha. Nima bo'lyapti mana bu tomonlardan hozir chiroyli joylarini mana Abduhamid bitta qayirib haligisini ko'rsataymi mana sizga. Mana. Xudo xolasa hurmatli obunachilar, chiroyli bo'lgan. Dumbilla. Mana. Xudo xolasa mana yerda bitta ikkita mana qolib ketyapti ekan, buni yig'ishtirib olishadi. Xudo xolasa keling. Mana. To'kilib ketganlar tekina. Ha, bu to'kilib ketganlar terib ketishaversin. Terib ketishaveradi. O'tlarni qilib, xudo xolasa. Ko'rib qo'yasiz, xudo xolasa bir-biridan go'zal, bir-biridan chiroylilarini sizlarga ilinib o'tyapmiz. Chiroyli video rolik bo'layapti. Adashmasam 10 minutga boryapti. Zakaz qabul qilishyapti hozircha. Ekranga nomer qo'yib qo'yamiz, telefon qilasizlar. Nima deydi? Bayda tugab bo'lsa, Shopir akalarimiz nomerini qoldirishimizdan maqsad bulasizlar ishlang deb bitirishadi. Nima bo'ladi? Boshqa yerlarda o'rilyapti-yu, mana hozir yana qaydadir o'rilar ekan, Abduhamid. Hali aytishdi, qaydadir o'rilar ekan. Ularkini nima qilish mumkin? 5-kuni olchinda o'riladi. O'zimiz saroyda kecha ko'rsatgan joyimizda oldi Sherzod ukamizga o'riladi. Yana 5-kuni o'raman deyishdi. 5-kuni deyishdimi? Chiroyli qilib imkon darajasida qo'ldan kelgancha sizlarga ma'lumotni beryapmiz akalar. Like bosing. Vodiy.uz
Ukamizni kanaliga ham qo'yiladi. Abdulhamid ukamizni kanaliga. U kanalga ham o'tib like'larni bosasizlar. Unda xohlasalar Shovon Chorvoda shitobi ko'ring. Maza qilasiz. Zakaz qabul uyingizga solos kerak bo'lsa telefon qiling. Yo, chorvaga oid nimalarga qiziqaman degan aka-ukalarimiz like bosib, ko'rib, maza qilib kommentariyaga fikringizni qoldiravering. Narxi 750 so'm. Yana bir bor aytib qo'yaman. Xudo xolasa ekrandagi nomerga aloqaga chiqaverasizlar. E'tibor uchun rahmat, qo'llab-quvvatlab padishkada bo'lasizlar.